Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizning Toshkent, Moskva, Vladimir, Cheboksal va Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari, shuningdek, Toshkent, Kazan, Nabrejniy Chili va Nijnikamsk yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun seshanba, juma va shanba kunlari davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Bizning reyslarimizda yana Toshkent, Orenburg, Nijniy Novgorod, Moskva va Sankt-Peterburg reyslarimiz ham bor. U esa dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari 18:00 Toshkent avtovokzalidan premyer reyslarimiz amalga oshiriladi. Bizning kompaniyamiz sizga kafolatlaydi ishonchli xizmat, arzon narx kafolati, komfort zona va albatta davlat tomonidan sertifikatga ega bo'lgan reyslarimiz mavjud. Avtobusimizda esa sizga bo'lgan barcha qulayliklar, ya'ni 2 ta monitoring, 2 ta kuryer, konditsioner, Wi-Fi, zaryadniklar va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olib ketsangiz bo'ladi va joylaringizni uzoq masofadan turib bron qilsangiz ham bo'ladi. Agar sizga shunaqa ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qiling va joyingizni band qiling.